qiziqishim yoshligimdan Gitara chalishni necha yoshingizdan boshlagansiz? gitaraga birinchi qiziqishim yoshligimdan bo'lgan. O'zim nimalardandir simlardan topib gitara yasab o'rganib yurardimda, lekin o'qishga kirish vaqtiga kelib o'qishga tayyorlana boshlaganimda u esimdan ham chiqib ketgan. Keyin o'qishga kirganimdan keyin kursdoshimning gitara chalishini ko'rganmanda, yana o'sha yoshlikdagi qiziqishlarim esimga tushib, undan ham kuchliroq qiziqish paydo bo'lganda, keyin gitara sotib olib, hech qanaqa o'qituvchiga bormasdan o'zim mustaqil YouTube, Instagram ijtimoiy tarmoqlardan o'rgana boshladim va hozirgi kunda o'zim dars beraman shu gitaradan, o'rgataman. Keldi, qiyinligini ko'rdi, menga emas ekan deb ketdi. Lekin men почти 1 yilga yaqin ketdi o'rganishimga. O'zingiz ko'proq qaysi gitara chaladigan mashhur insonlarni kuzatasiz? Men o'zim o'sha hozirgi kunda gitara chalib trendga chiqayotgan Doston Ergashev, Elyorbek Melekboyev, Shohruxbek Ergashev, mana shularni muntazam kuzatib boraman, chunki ular hozir trendlarni olib chiqyapti. Keyin ular chalish bo'yicha ham chalib, ham qo'shiq aytish bo'yicha o'sha O'zbekistonda hozir professional gitaristlar deb o'ylayman. Gitara chalishga qancha vaqt ketadi? Ya'ni qancha vaqt davomida o'rgansa bo'ladi? Endi men ijtimoiy tarmoqlarda o'rganganim sababli menga sal ko'proq vaqt ketgan. Lekin o'qituvchiga boradigan bo'lsa, normal chalishni o'rganish uchun minimalni 1 oy 2 oy vaqt yetsa kerak deb o'ylayman. Lekin o'zini shaxsiy gitarasi bo'lmasa o'rganish qiyin. Chunki masalan, kursga borib o'rganayotgan narsasini uyga borib yana o'zi chalmasa, yana keyingi kursga borguncha aniq esidan chiqib ketadi. Keyin uni ya'ni gitara chalish uchun eng muhim bo'lgan narsa bu praktika. Ya'ni ko'proq chalish kerak. Qancha ko'p chalsa, shunchalik qo'li kelishib qoladi. Ya'ni qo'shiq aytayotgan momentda ham chalaveradi. Xayoli gitaraga ketib qolib, qo'shiq bu yoqda qolib ketib qolmaydi-da. O'shaning uchun ko'proq amaliyot kerak gitara chalishni o'rganish uchun. Ishlaringizga omad tilayman, Jamshid. Siz ham o'zingiz xohlagandek mashhur insonlarga o'xshab gitarist bo'lib keting. Rahmat, savollar uchun ham alohida rahmat.